joriy yilning 31-may va 1-iyun kunlari Termiz shahri o'zbek shaxmatchilarini bir joyga to'plamoqda. Ushbu musobaqada 7 yoshgacha, 9 yoshgacha, 11 yoshgacha va 13 yoshgacha bo'lgan o'g'il va qiz bolalar qatnashishadi. Musobaqa 2 kun davomida bo'lib o'tadi. Birinchi kun, ya'ni 31-may kuni 7 va 9 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar ishtirok etishadi. 1-iyun kuni 11 va 13 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar qatnashishadi. Musobaqada yuqori o'rin olgan shaxmatchilar tashkilotchilar tomonidan taqdim etilgan quyidagi qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishadi. Musobaqada qo'shimcha ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz kerak. Eng ko'p medal ega bo'lgan viloyatlar bo'lishi mumkin yoki Surxondaryomiz orasida tumanlardan kelgan ishtirokchilar eng ko'p medal qo'lga kiritganlar mana bunaqa ajoyib bosh sovrinimiz kubok sohibiga aylanishadi. Hamma barchalaringizni qadimiy va navqiron Termiz shahriga taklif qilamiz. 2 kunlik sport bayramiga barcha yosh shaxmatchilarimizni, murabbiylarimizni barchalarni taklif qilamiz.